Hamma ishni professionallariga topshirish kerak deganlaridek, bu drabilkamizga ham yem, xashak, don mahsulotlarini ishonib topshirishingiz mumkin. Assalomu alaykum bog'chorva texnikalarini kuzatib boruvchilari. Biz sizga universal drabilkamizni obzorini ko'rsatib, xarakteristikasini aytib o'tamiz. Universal drabilkamiz markasi, modeli 500 ga 30 modeli, soatiga 200 kilo, 250 kilo mahsulotni chiqarib beradi. 4 kilovatli motor bilan jihozlangan bo'lib, tishlari ichida. Hammasiga qiziq bo'lgan joyi bu tishlari. Bunaqasiga qo'yilgan tishlari mana 10 ta bo'ladi. Kalyonli, kuydirilgan hammasi shunaqa. Malatoylar 24 ta, kattasi shuni. Malatoylar 24 ta. Hammasi kalyonli malatoylari. Yonidan kirgan hashayni kesadigan pichog'i. Bunisi ham kalyonli 3 ta bo'ladi. Yonidan kesadigan 3 ta. Mana motori 4 kilovatli avtomatlari bilan kabellari mana qalin kabellarda qo'yilgan. O'zini upakovkasi ichidan chiqadi hammasi. Kabellari qalin, 4 kilovatli motor, 3000 оборотli. Remeni ikkitalik, mana remen ikkita remen bilan harakatlanadi. Mana tishlari shunaqa. Bu drabilkamizni mana setkalariga keladigan bo'lsa, 5 xil setkasi bo'ladi. Kimga qaysi nimadan kerak bo'lsa, mana hashayga kerak bo'lsa, katta irirog'i, maydarog'i mana shu setkalarda ishlatiladi. Don mahsulotiga ham mana shu setkalari. Maydasi, eng maydasi mana shunaqa. Mana shu ko'rinishda bo'ladi setkalari. Buni yon tomonidan hashay mahsuloti uzun, makka poya, shunaqa narsalar yon tomonidan qulayligi shu yondan tiqiladi. Don mahsulotini mana bu orqa tarafidan ochib yopib lugirovka qilinish uchun mana bular tushib chiqadi. Don mahsulotini solib qo'yiladi. Mana shu tarafidan shunday o'tkaziladi. Bu drabilkalarimiz ishlagan jarayonlari kanalimizda bor. Kimga qiziq bo'lsa, kirib ko'rasizlar. Mana 500 ga 24 modeli xuddi shuni kichkinasi. 500 ga 24 200 kilo mahsulotni chiqarib beradi. Motori bir xil bo'ladi buni. Motori bir xil bo'ladi. Tishida farqi bor. Tishida kattasiniki 5 qator, bunisiniki 3 qator. 3 qator. Yonida yon pichog'i 3 ta bo'ladi bunisi ham. Malatoylari 24 ta malatoy. Remeni, buniki ham ikkita remen bilan harakatlanadi. Motor, kabel, avtomatlari hammasi bir xil ikkovida ham. Setkalari. Setkasi 5 xil. 5 xil setkasi xuddi shunday. 6-xili o'zi yopiq setkasi, yopib qo'yilgani. Bu drabilkalarimizda narxiga keladigan bo'lsak, 500 ga 24 modeli 2,5 million so'm. 500 ga 30 modeli 3 million 200 ming so'm dastavka xizmatlari ichida yetkazib beramiz. Pastdagi raqamlarga aloqaga chiqing. Like, podpiska esingizdan chiqmasin.